Bu xonadonni ko'rganingizdan keyin sizniki bo'lib qolishini xohlaysiz. Sababini ko'ramiz. Uydagi har bir mebel eng kichik detallarigacha ishlab chiqilgan. Aslida patkulishdan maqsad ham shu. Oshxona har bir uy bekasining o'z idealidek bo'lishi kerak. Biz aynan buni inobatga oldik. Birinchi navbatda qulaylik, dizayn va ko'zni quvontiradigan ranglar uyg'unligi. Yotoqxona uchun o'rnatilgan mebellar o'zingizni xuddi mehmonxonadagidek his qilishga undaydi. Bolalar xonasi, sokin ranglar va xavfsiz hudud. Uyda ham tinch ishlash mumkin. Mehmonxona, mebellar xonaning har bir burchagini hisobga olgan holda tayyorlab berilgan. Bu yerda ham ranglar uyg'unligiga alohida e'tibor berganmiz. Dam olish uchun ham, ovqatlanish va hatto ishlash uchun ham qulay mebellar jamlangan. Hol qismi. Bu rangni uy egalari shaxsan o'zlari tanlashdi. Xohlaganlaridek emas, orzularidek desam mubolag'a bo'lmaydi. Maqsadimiz faqatgina patkulish topshirish emas, yangi hayot uchun qulaylik taqdim qilish ham. Maredo. Biz makon emas, meros qoldiramiz.